qo'ygan bu qo'ygan o'g'lim bu. Necha odam turibdi. Rahmat aka. Mana akam keldi. Aka yutavering. 1 soatdan beri yutolmayapman buni. Mana akam keldi. Aka bunga oxirida uryapti aka yutavering. Bitta mujik bor ekan mana. Bitta kuchli akam keldi. Oxirida uryapti akasi bor. Davay lobga chiq, oxirida urmasin akang. Mana akam ko'ryapsan, to'ppirda akam his qilasan. Ola bitta ushlaylik, ola oxirgi Ya bitta sariq kuchukcha urib bering, iltimos aka. 200 talikmi, 300 talik. Unga 500 talik urib yuboryapti bu ko'tga. oxirgi ushlaylik, bitta oxirgi ushlaylik. Yutaylik. Oxirgi ushlaylik, bitta oxirgi. Bitta oxirgi ushlaylik. Bormi? Ichida bitta oxirgi ushlaylik. Kim bor ola bitta oxirgi ushlaylik. Telejon atma keldi. Yutaylik, oxirida ura 5x ta uraylik akalar, 5x ta, 5x ta. 5x ta uraylik, 5x ta. 5x ichiga kirish kerak akalar, ichiga kirib rahmat, ichiga kirib uraylik iltimos. 5x ta uringlar. Shumi akalaring urgani. Shumi endi urgani. Shumi endi. Ertoqlaring. Shotimiz balandroq qilaylik, shartdan ketadi akalar. Shotni baland qilish kerak-da. Puli gadalang maqtama menga. Ertoqlaring. Davay ursin akalaring. Chonlaring. Urgani shu ekan-ku. Bitta o'qish urib bering aka, bitta o'qish ura olasizmi aka? Azimjon aka, bitta o'qish ura olasizmi yo urolmaysizmi? Yoki bitta pul sochib yuboring, his qilsin sizda. Mana u. Yo'qmi? Men bitta pulchachiga his qilmayman men. Sariq mashinasiga ketaversan. Shuni his qilaman chatishga. Aqli yetadimi bitta anaqa urishga, sariq mashina urishga. Puli bo'lmakalaringni. Yertoqlaring. Aqli yetsa ursin bitta bir kali mashina ursin. Yertoqlaring. Kar qilasan akalarim bor desan. Akaning bir kali urolmaydi. Erkinjon ko'tingga sikib qo'ydimmi? Nosh qilyapsan. Pulni bu bermay sikib qo'ydimmi? Do'qay bermoding noshkurlik qildimmi? Davay lobga chiq akalaring ursin. Yertoqlaring. Akalarim puli yo'q gadaylarini turaveradi. Qattiqda. Kimda bor do'stlar, bitta pul sochib yutib beringlar. Bitta kuchli odam bormi ichimizda? Bolalar, 5x qo'yinglar. Do'stlar, shartdan ketyapti. O'yinni qizdiraylik. Chiqolmaydi, bitta o'qish urolmaydi yertoqlaring. Pas e'lon qilinglar. Kimda bor bitta kuchli odam yo'qmi akalar? E'lon qilinglar. Ursin akalaring. Salom ishlaring. Sevib qo'yadi bizlar kelganda hozir. Yertoqlar. 5x yo'qmi? 5x qo'yinglar, 5x ichiga kiramiz. Yo'qmi 5x aka? Bitta kuchli odam yo'qmi? Bitta pul sochib yutib beringlar. Bolalar, kimda bor? Hozir urgan keyin qayerda qoldi? Kulur o'tir. Qoldi yertoqlaring. Bitta kuchli odam yo'qda bizda.
Bu rahmiyada tutuyor. Rahmat, mana urvingiz ochib ketdi. Rahmat aka. Mana. Kim urdi quyonchani? Urvini ochib ketdi. Voy rahmat aka, boringizga shukur. Rahmat aka. Aka shart beraylik, shotimizni baland qilaylik akalar. Bitta uringlar. Iltimos, bitta duriza qilib qo'ydim akalar. Nima qilinglar? Bitta shotimiz ko'taraylik akalar. Bitta sariq kuchukchami yo bitta pul sochaylik yo bir achki uraylik. Achki. Shotni baland qilaylik, nima qilamiz? Shart beramiz aka. Shart beraylik. Mana to'pirim his qilasan, to'pirimni. To'pirimni his qilasan. Ko'ryapsanmi akamni? Mana shu akam his qilasan sen. Yutolmaysan bu odamni. Hayotda yutolmaysan. Unaqadan foyda yo'q, azim. Unaqadan foyda yo'q. Rahmat. Pulni bosib qo'ying aka. Pulni. Rahmat aka. Kelardi qarab tursin. Yo'qqa chiq o'zing. Aka bitta oqish urib bering. Sizni bitta his qilsa mana shu yirtiq. Qani ursinchi, shuni endi. Shuni his qildimmi shuni? To'zini nima endi?